Namaste. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Nima gaplar olamda? Biz har doimgiday ish jarayonidamiz. Xudoga shukr, mana shu oxirgi 4-5 yil deymiz, endi 4-5 yil, 3 yil, 4 yildan beri yo'l. Men shu Rossiyadagi vaqtim, Rossiyadagi umrim, Rossiyaning mana shunday yo'llarida, asfaltida o'tib ketyapti. Xudoga shukr. Xudoga ming marta shukr, shunday bir shu kunlarni ko'rsatganiga. Yaxshi, ishim yaxshi, o'zim ham yaxshi, sog'lig'im yaxshi, Xudoyim ne'matlardan umuman ayaganim yo'q, qisqanim yo'q. Har bir odamning bir kuni $1 million qimmat turadi-da, misol uchun bir kuni. Nimaga desangiz, nimaga bir kun $1 million qimmat turadi degan savol endi bo'ladi. Misol uchun, nima kishiga aytsa-da, men senga $1 million yo $2 million beraman, ertadan boshlab uyg'onmaysan desa, kim ko'nadi shunga? Hech kim ko'nmaydi. O'shaning uchun bir kun $1 million qimmat. Xudoyim bizga har kuni $1 million qimmat bo'lgan narsani bizga taqdim etyapti-da, har kuni. Buni tushungan tushunadi, endi ko'plar tushunadi. Shunaqa gaplar olamda. Shuning uchun kunning qadriga yetish kerak. Shukr aytish kerak. Xudoyimga shukr aytish kerak. Shunaqa gaplar, mayli, sog'lik.